Kutganmidinglar? Tayyormisizlar? Bolshimerkada mana shu modelimizdan keldi. Standartini rossa sotishgan edi. Men Bolshimerkada ichida chulkilari bilan qiziljonli chulkilari ham chiqadi-yu. Вообще шикарный. Mana qarang, ko'krak qismlarini, lekin ko'kragi D chashkada emas, S chashkada ekan qizlar. Mana bu katta kichkinaligini ko'rsatib beraman. Mana qizlar ko'ryapsizlar? Ko'ryapsizlar? 50, 52, 54, 56 ga sal torroq turishi mumkin, lekin 54 bilan 52, 50 ga zo'r turib beradi qizlar. Rossa ham chiroyli. Mana bu tamda bo'ylab olsa bo'ladi. Qorasi, qizilini ko'rsataman. Qorasini ham hozir ko'rsatdik birinchi. Qorasini qarang, qanaqa chiroyli qizlar. Mana yubочкalarini qarang. Ko'ryapsizmi? Qanaqa chiroyli yubочкalar, mana bunaqa volnistiydi. Ko'krak qismlarini qarang. Korset model hisoblanadi bu. Korsetlari bor, mana bu qismlari korsetli hisoblanadi. Zato 50, 52, 54 mana endi siz bemalol shu modeldan kiya olasiz. Qizil, pushti, qora, qiziljonli. Razmerga pretenziya qilganlar uchun mana razmerini ko'rsatib o'taman. 3XL mana. 1, 2, 3, 3XL. Bizda aldov yo'q. Bolshimerka dedikmi? Demak, Bolshimerka qiziljonli bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi.